Assalomu alaykum, hurmatli uzum shaydolari. Hammangizlarga Tojikiston Respublikasi Sug'd viloyati Asht noyasidan alangalik e'tirlab salomlarni yo'llab qolgan holatda o'zimizning yangi temamizni boshlaymiz. 22-iyun 2025-yil. Bugungi mavzumiz yana o'sha uzumning kasalliklarini oldini olish to'g'risida ketadi. Profilaktika. Men o'zimning uzum sohasidagi ishlarimni o'sha mutaxassislarning maslahatlarini eshitgan holatda yurg'izib boryapman. Mana bu yerda mana akamiz o'tgan safar ko'rsatgan mana bu akamizni kalendar vinogradariya degan kitob oldirganman. O'sha Rossiyaning Belgoroddan David Aversian degan akamiz shu kishining kalendariga asosan nima qilish kerak oylarga qarab, o'sha oylarga qarab yozib qo'ygan u kishi. Endi bularniki Rossiyada yozganlar yanvar, fevral, mart, aprel hamma oylarga qanday qilishi. Biz endi zonamiz janubiy zonaga kirib turib, havolarimiz, ob-havolarimiz ularga umuman to'g'ri kelmaydi. Bir oy oldin yuramiz. O'shaning uchun bu yerdagi iyunda deganlarga iyulga, iyulda yozganlarga avgustda qarab turib ishlayapman. Bu yerda masalan bitta aniqlarni o'qib beraman. Iyulda nima qilish kerak? Iyul oyida nima qilish kerak? Kalendar. Birinchi. Подвязка побегов по мере роста deyaptilar. Endi uzumlarimiz o'sib ko'rgandan keyin podvyaska qilib bog'lab qo'yish kerak, shamolda sinib ketmasligi uchun. Ikkinchi, полив и подкормка deyaptilar. Suv quyish esdan chiqmasin. Ya'ni подкормка o'sha vitaminli dorilar bilan taglariga ishlov berish kerak degan ma'no. Зеленая операция, посинкование, чеканка. Bu zelen operatsiya bizga o'zimizga tilimizda xomtok bu doimiy ishlov bo'lib turadigan narsa. Doim aylanib turamiz, xomtok qilib turamiz. Pasinkovание, chekanka deydilar. Deyishyapti. Turish kerak. Нормировка кустов винограда гроздями. Bizniki o'g'ri xomtok deb buni aytib o'tganman sizlarga. O'sha mevalarini miqdorini kamaytirib, hosilning yaxshi bo'lishi uchun, sifatli bo'lishi uchun ikkita tushgan solgan mevalardan bitta-bittalarni olib tashlash kerak deyishyapti. Buni aytganmiz. Aeratsiya почвы вокруг кустов и рыхления. Tagiga suv qo'ygandan keyin qotib qolish mumkin yerlar. O'shanga bir kun, ikki kundan keyin namsal qochgandan keyin chopib qo'yish kerak, yumshatib qo'yish kerak deyaptilar. Bundan tashqari akamiz juda uzumzorlarga e'tibor beradilar. Chistota na vinogradnika, borba с сорняками. Uzumlarining tagida umuman begona o'tlar bo'lmaydi ularga. Endi biz yaxshi qara olmayapmiz. Bizning uzumlarimiz tagida begona o'tlar bor. Tozalayapmiz, baribir bilasizlar-ku, boshqa ishimiz ham ko'p. Keyin уход за молодыми саженцами. Ko'chatchilik bilan ham shug'ullanadilar. O'shaning uchun yosh ko'chatlarni ko'chat qilgandan keyin o'shanga qarab turinglar deyaptilar. Keyin yana bitta punkti защита винограда от солнечного ожога. Bu degani uzumlarimizni quyosh nuridan saqlashimiz kerak. Lattadan, to'rdan tutib qo'yishimiz kerak. Havoning isig'ida uzumlarimiz kuyib qolmasligi uchun. Xo'p. Endi profilaktika qilish uchun hozirgi yana kelib chiqadigan kasalliklardan biri qora kuya kasalligi
bo'lmasa ruschasiga serognil deyiladi. Undan tashqari mana bu oidium, mildium kasalliklari agar uzumlarimiz barglari o'sib ketib salqin bo'lib qoladigan bo'lsa, ana shu kasalliklarni paydo bo'lish xavfi bor. O'shaning uchun biz doim qarab turishimiz kerak uzumga. Qarab turishimiz kerak. Mana shu ko'rsatgan dorilardan ishlatamiz. Mana tapaz, bakvisimiz qilamizda biz obязательно. Bitta sepmaymiz biz. Meni tajribamdan kelib chiqqan holda aytyapman. Hozir mana Xudoga shukr, uzumlarimizga kasallik tushgan yo'q. O'shanga ishlatgan dorilarim tapaz ishlatyapman. 10 litrga 4 millilitr. Oxirgi 2 martadan beri Impact degan dori ishlatyapman. 10 litrga 7 millilitrdan. Keyin mana bu yangi dori Rossiyadan oldik. Switch degan. Bu serognilga, o'sha qora kuya kasalligiga qarshi. Kasal bo'lgan yo'q uzumlarimizni oldini olish uchun 10 litrga bitta paket solinadi. 20 millilitr. 20 gram ekan. 10 litrga 20 gram. Tez eriydigan dori ekan, kukun dori. Xo'p. Ana shularni hammasini bakkiga smesga aralashtirib turib, mana shu dori sepiladigan apparatimiz bilan, akkumulyator bilan ertalab vaqtli 4 dan boshlab 6 largacha sepsak bo'ladi. Bo'lmasa kechqurun 6 lardan boshlab turib 8 largacha sepsak bo'ladi. Mana shunday qilib kasallikni oldini olishimiz kerak. Sug'orish masalasida bitta akalarimiz savol berishibdi, sug'orish to'g'risida ham gapiring deb. Suvsiz hech narsa bo'lmaydi. Suvni qo'yib turish kerak. Endi qarab, bu uzun suvni ko'p ichmaydi. Ha deb qo'ymaysiz. Shu 2 haftaga bir marta, 3 haftaga bir marta qo'yilsa, qo'yib turilsa yaxshi, bir marta qo'yib turilsa yaxshi. Baribir suv bo'lgani yaxshi. Keyin mana bu pishish holatidagi pishishga yetgandan keyin bu suv qo'yish shart emas. O'zi sekin pishadi, xudo xolasa. Xo'p, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizlarga, sizlarning oila a'zolaringizlarga tinchlik, omonlik, sog'lik tilab qolaman. Mabodo videomiz ma'qul bo'lsa, albatta like tugmalarini bosib, podpiskalarni bosib, biron kommentariya, biron gaplaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, savol berib tursangizlar, javob berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.